Mana olmay qo'ying. Nima qilyapsizlar bitta? Bitta endi To'raxon hoji masjidimizda manacha hashar bor ekan, mashatdacha hashar qilyapmiz. Uni tahoratxonaga yo'lak qilyapmiz. Bardur quyyapmiz. Shunaqa endi asfalt bo'ladi metlar. Zasipga bo'lib Kiraverishdan kelar ekanda bag'ara. Kiraverishdan kirib tahoratxonaga keladi. Tahorat qilib yoqqa qarab ketaveradi. Namoz o'qiydigan tomonga. Ha. Juda yaxshi. Tayinlab bersak, betonni quyib, keyin tekizlab asfalt bo'ladi. Bu tomoni nima bo'lar ekan? Bu tomoni mana zabor bo'lib, uni ko'cha tomoni faqat jiljib stoyanka bo'lar ekan mashinalar. Mashina qo'yadigan joy. Avtomobillar to'xtash joyi. Ha, yaxshi. Shunaqa qilib urinib bizda. Endi mabodo mana sizlar ustachilik ishini qilar ekansizlar. Birorta odam ko'rib, bizni ham ishimiz bor edi desa, qilib beraverasizlarmi? Mayli, qilib beraman. Telefon nomeringizni aytib qo'ying bo'lmasa. Nomerni endi shu bola aytsa, mana shu bola biladimi? Aytavering. 77lik. 77lik 737 1384. Shu nomerga telefon qilsalaring, beton ishlarimi? Beton ish, любой ish bo'lsa, qurilish ishlari bo'lsa, qurilishlar bo'lsa, любой Xonqiz qishlog'idan. Xonqiz qishlog'idan. Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Xonqiz qishlog'idan bo'ladi ustalar. Nechta brigadangizda nechta odam? Brigadada 4 kishimiz. 4 kishilar, ha? Yaxshi. Mana masjidga savobli ishlar qilyapsizlar ekan. Mana shu bunaqa savobli ishlarni qilganlaring uchun sizlar kam bo'lmaysizlar. Ayniqsa bu masjidga har qancha ish qilib bersa ham bo'laveradi. Musulmon mana Xudo xolasa o'zim ham kelib bir mana daraxtlarni bir kesib bermoqchiman. Osilib ketibdi ancha o ko'k yozga butashlarni qilib beraman. Yozda bahorda bir abreska ishlarni qilib bergan edim. Endi mana yozgisini ham bir qilib berish niyatim bor. Mana u daraxtlarni yozga butash deydi. Shu yozga butash ishlarini o'zim ham Xudo xolasa siz ham siz o'zingiz ham siz Xonqiz qishlog'idansiz ham? Ha, Xonqiz qishlog'idan. Shundaqa ustachilik ishlarni necha yildan beri qilasizlar? 5-6 yil bo'ldi. 5-6 yil bo'ldimi? Xullas yana beton ishidan tashqari yana nima ish qilasizlar? G'ishirish, ha? Suvoqchi. Suvoq ham qilinaveradi. Tom yopmaymiz xolos. Ha, qurilish ishlarini suvoq, g'ishirish, beton quyish, Noldan ular tiklaveramiz. Tomi qoladi. Tomi yog'och ustasiga. Ha, yog'och ustasiga. Ha, yaxshi. Hurmatli o'rtoqlar, mana shu bolalarni ishlatadigan bo'lsalaring, mana telefon nomerini qo'ydi. Yana bir takrorlab qo'ying. 77lik. 77lik, ha, aytavering. 737 1384. 77lik 537 737. Ha, uzr. 77lik 737 1384. shu nomerga telefon qilib ishlaring bo'lsa aytaverasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.